Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatuvchi muxlislar. Navbatdagi videomiz spermogrammadagi spermatozoidlarning soni haqida bo'ladi. Agar siz biron bir shifokorga borib spermogrammani ko'rsatsangiz, spermogrammangizdagi sizga harakatchanlikning foizi, tirikligini foizi, morfologiyasini foizini gapirayotgan bo'lsa, demakki bilingki, spermogrammadagi spermatozoidlarning soni haqida gap borayotgan bo'ladi. Agar sonni aniqlamasdan turib, yuqoridagi ko'rsatkichlarni hech qaysinisini aniqlashning ilojisi yo'q. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 2021-yilgi 6-nashriga ko'ra 1 millilitrda spermatozoidlarning normadagi soni 16 milliondan kam bo'lmasligi kerak va bu normozospermiya deyiladi. Agar 1 millilitrdagi spermatozoidlarning soni 200 milliondan oshib ketsa, bu polizospermiya deyiladi. Agar 16 milliondan kamayib ketib qolsa, bu oligozospermiya deyiladi, lekin buni ham 3 xil formasi bor. 10 million atrofida bo'lsa yengil, 10 milliondan 5 millionda orasida bo'lsa o'rtacha, agarda 5 milliondan kamayib ketadigan bo'lsa, og'ir darajadagi oligozospermiya deyiladi. Agar spermogrammani oddiygina mikroskopda sanaganda topilmasa, lekin o'sha eyakulatni sentrifuga qilgandan keyin qayta tayyorlangan mikropreparatda urug' topilsa, buni kriptozospermiya deyiladi. Agar eyakulatni ham sentrifuga qilsa, ham oddiy holatda urug' topilmasa, sizda azospermiya bo'ladi. Azospermiyaning obstruktiv va noobstruktiv turlari bor. Ular haqida boshqa videolarda gaplashamiz. Polizospermiya odatda bemorlarni bezovta qilmaydi. Qachonki bepushtlik sababli murojaat qilinganda biz unga ta'sir qilishimiz mumkin, boshqa paytda tegmaymiz. Hozir videomiz davomida sizlarga oligozospermiya haqidagi sabablarni to'xtalib o'taman. Sabablarning birinchisi bu testikulyar sabablar deyiladi, ya'ni moyaklarda urug' ishlab chiqarilishi izdan chiqqan bo'ladi. Eng keng tarqalgan sababi varikoselli, keyingisi moyaklarning kichrayishi, bu moyaklarning atrofiyasi, turli yallig'lanish kasalliklar sababli bo'ladigan orxidlar, moyaklarda o'tkazilgan travma va turli operatsiyalar, radiatsiya va ximiya terapiyalar, yoshlar orasida keng tarqalgan saunalarga borishlik va noutbuklarni tizza ustida ishlatishligi bularga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab endokrin sistema buzilishlari sababli bo'ladi. Bunda gonadotrop relizing gormoni LG va FSG ning yetishmovchiligi yoki ko'payib ketishini sabab qilib ko'rsatishi mumkin. Gipotireoz holatlari, gipoprolaktinemiyalar, testosteronning ko'pligi yoki tashqaridan olishligini sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. Uchinchisi genetik sabablar hisoblanadi. Har bir oligozospermiya bemoriga Y genini mikrodeletsiyasini AZF faktorini ko'rilishi shart. Bundan tashqari karyotipni ko'rish kerak. Eng ahamiyat beradiganimiz bunda Klinefelter sindromi deydi. 47 XXY holatlarga e'tibor berish kerak. Bundan tashqari ba'zi bir spermogrammaga mas'ul genlar bor. Bu Kalman sindromi sifatida ko'rish mumkin. Bularni ko'zdan qochirish kerak emas. To'rtinchi sabab bu posttestikulyar sabab deyiladi. Bu ya'ni moyaklarda ishlab chiqarilgan urug'ni tashqariga chiqishida muammo bo'ladi. Vaz differenslarda turli darajadagi bloklar kuzatilishi mumkin. O'tgan videomda aytgan spermani topshirib turgan paytda retrograd eyakulyatsiyani aytgandim. Bu ham shu yerda sabab sifatida ko'rinishi mumkin. Beshinchi sababi esa juda ham keng tarqalgan, bu siydik yo'llarining infeksiyasi, o'sha uretritlar, prostatitlar va turli siydik yo'llarida uchraydigan shamollash, yallig'lanish, infeksion kasalliklari bo'ladi. Buni ta'sir mexanizmi asosan oksidativ stressning rivojlanishi bilan bo'ladi. Sabablarning oltinchisi esa bu toksik moddalar va turmush tarzi deyiladi. Bu sigaret, nos, narkotiklar, pestitsidlar, kam uxlashliklarni sabab qilib ko'rsatishi mumkin. Sabablarning yettinchisida esa sistematik kasalliklar hisoblanadi. Bular qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi, jigar yetishmovchiligi va avtoimmun holatlarni ko'rsatishimiz mumkin. Oxirgisi va 8-inchisi esa bu idiopatik holatlar hisoblanadi, ya'ni oligozospermiyani sababi aniqlanmagan holatlar hisoblanadi. Bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Navbatdagi videomiz spermatozoidlarning harakatchanligining foizi haqida bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib kuzatishda davom eting.